Va insonning eng yomon dushmani va eng yomon hamrohi yomon ayol deb aytilyapti. Ya'ni Allohning zikrini chiroyli eshitdingiz, qalbingiz orom oldi, 36 bo'ldi temperaturangiz, shirin bo'lib uyga borsangiz, ayolingiz ana shu dunyoga his qo'ygan, dunyoga muhabbat qo'ygan, dunyoda quli bo'lgan ayol bo'ladigan bo'lsa, borishingizga bir pasda temperaturangiz to'g'rilab qo'yadi. Onana bering, ona akam falonchi manaqa yilibdi, manaqa kiyibdi, shu bilan bob-boyga degani haligi kechqurungi zaryad yo'q, ertaman yana o'sha ho'kiz bola arman so'rab chiqib ketaverasiz. Kishi deydi Rasululloh 4 ta narsada baxtli bo'ladi deydi. Bilalashib aytamiz. Birinchisi keng hovlida, yaxshi qo'shnida, foydali markabda va solih ayolda. Shu to'rlardan bittasi bo'lmasa, mana 3tasi tatimaydi. Mana bittasi bo'lmasa, mana 3tasi ham tatimaydi, birodarlar. Ana shu yomon hamroh uydagi xotin deyapti. Uydagi xotinni tarbiyalamaydigan bo'lsang, seni tarbiya topgan hech narsa emas deyapti. Tekizlab qo'yadi. Ertamangacha g'adablab chiqadi.